Assalomu alaykum qizlar, skidkalarni qaranglar, prosta bomba. Buni qaranglar. Kremlarning narxini ko'ryapsizlarmi? Bu mahsulotlarni, ya'ni 500 dan oshiq 67% bilan berilayotgan mahsulotlarni qayerdan topsangiz bo'ladi? Buni qarang narxlarni. Prosta shokdaman, qaranglar. 49 mingga qachon olgansizlar mana shu atirni? Maskani qaranglar, 14 ming vashi. Ko'rasizmi? Zumnoy pastalarni qaranglar. Bu mahsulotlarni qanday topsalaringiz bo'ladi? Mana. Zakaz urayotgan vaqtingizda savatingizda Google orqali kiryapman. Davom etish degan tugmani bosganingizda polni mana pasta. Bu kimlar uchun? O'tgan katalog eng kam 700 ming zakaz urganlar uchun. Albatta, yo'l-yo'laka mana bu tushdan ham olib o'tinglar. Atigi 1900 so'm qanchagadir beryapti. Вообще arzon. Xo'p, qaranglar. Mana skidkalar. Mana shu joydan boshlanadi. Polni nima kerak bo'lsa, ayniqsa mana bu qizil narxdagi skidka bilan mahsulotlarni ursangiz, вообще arzon chiqadi. Ya'ni bu ko'rinishda emas, ya'ni bu narxda emas, bundan ham arzon sizga beradi kompaniya. Ko'ryapsizlarmi? O'tgan katalog eng kam 700 ming zakaz urganlar uchun mana shunaqa skidkalar amal qilmoqda. Mana, misol uchun, deylik mana passes ifori 84 mingga turibdi ham bu yerda 84 ming. Savatimga ko'chganda yana ham arzon bo'lib ko'chyapti. Mana qizlar 67 ming ko'ryapsizlarmi? Vashi arzon. Vashi arzon beryapti, ko'ryapsizlarmi mahsulotlarni? Avval izlab. Shunday pastalar narxini qaranglar. Bu imkon